Sure Fecr. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sübhi bilen Zülhicce'nin dastlabki 10 kechisi bilan Jub ve Tak bilan ve o'tib ketgan vaqtidagi kecha bilan qasamki, aql egisiga buningdan, ya'ni yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Rabbingning ad kuchlik eramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, vodi qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi? Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi? Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Rabbing ularga qattiq azobni nozil qildi. Rabbing bandalarni albatta kuzatib turguchidir. Rabbi insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Rabbim meni aziz qildi deydi. Rabbi insonni sinab rizqni tor qilsa, u Rabbim meni xor qildi deydi. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan ha deb yeysizlar. Molni herislik bilan nihoyatda do'st tutisizlar. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zimin arqa tavritilgan chaqda Rabbing kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadiki, koshki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. Shu kunda har ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'lamaydi. Ey aram topquchi jon, sen Rabbingdan memnun, Rabbing sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. Mening jannatimga kirgin.